Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan sanoat boylari haqida suhbatlashamiz. Sanoat boylari bu chiqindi issiqlik qozoni degani. Ya'ni odatiy qozonlarda yoqilg'i, gaz, ko'mir, mazut va hokazo yoqib issiqlik olinadi. Lekin sanoat boylari yonilg'ini alohida yoqmaydi, balki sanoat jarayonlarida chiqib ketadigan issiqlik gazlari va undan chiqindi issiqlikni qayta ishlatib, bug' yoki issiq suv hosil qiladi. Oddiy qilib aytganda, sanoat boylari bu ishlab chiqarishda bekorga ketayotgan issiqlikni ushlab olib, uni bug' yoki issiq suvga aylantirib beradigan qozon. Sanoat boylarining asosiy qismlari quyidagilardan iborat: korpus, qobiq, baraban. Qozonning asosiy tashqi qismi issiqlikka chidamli po'latdan tayyorlanadi. Suv barabani yuqorida joylashgan idish. Unda suv to'planadi va bug' hosil bo'ladi. Pastki baraban pastki qismida joylashgan bo'lib, suv sirkulyatsiyasini ta'minlaydi. Issiqlik almashinuvchi quvurlar. Chiqindi gazlar shu quvurlar orqali o'tadi. Quvurlar tashqaridan suv o'tib, qizib bug' hosil qiladi. Suv quvurlari suvni barabanga beradi. Issiq chiqindi gaz manbai, masalan, sement zavodi pechi, metallurgiya pechi yoki gaz turbina. Vasti boyler gaz issiqligini suvga o'tkazib bug' hosil qiladi. Bug' generatori bug' va suvni ajratib beradi. Nasos suvni qozonga yuboradi. Chiqindi gaz chiqishi sovigan gaz tozalash qurilmasi yoki mo'riga yuboriladi. Bug' iste'molchilari texnologik jarayonlari yoki isitish tizimi. Issiq gaz kirishi sanoat jarayonidan yoki ishlab chiqarishdan chiqayotgan yuqori haroratli gazlar kiradi. Issiq gaz kanali gaz issiqligi uzatilishi uchun kanallar bo'ylab harakatlanadi. Bug' hosil qiluvchi suyuq zona gaz harorati pastroq bo'lgan qismda suv bug' hosil qiladi. Bug' tormozi yoki separator bug' va suv aralashmay qolmaslik uchun bug' ajratiladi. Yig'ilgan bug' chiqishi hosil bo'lgan bug' chiqadi va u jarayonga beriladi. Suv tashilishi bu yerda sovuq yoki kam haroratdagi suv kiritiladi. Issiqlikni uzatgandan so'ng gaz soviydi, u jarayonga yuboriladi. Ishlash prinsipi: kiruvchi issiq gaz issiqlik almashtirgich orqali suvga uzatiladi. Suv qiziydi, suv bug'ga aylanadi. Bug' ajralgandan keyin zarur joyga yuboriladi. Asosiy vazifasi: energiyani tejash, bug' ishlab chiqarish, atrof muhitni asrash. Ishlatilish sohalari: metallurgiya sanoatida po'lat va alyuminiy ishlab chiqarish, kimyo sanoatida kislotalar ishlab chiqarishda, neftni qayta ishlash zavodlarida, elektr energiya ishlab chiqarishda va hokazo sohalarda ishlatiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.